Rahim. Durud sizlarga, ko'rotgan do'stlar, oshnolar. Durud sizlarga, qavm aqoriblar. Bu ro'zda ba invone روز مادر ona ro'zi deb ona biz hoteli kalonsonlardan avliga bu joqqa o'g'lini joyiga kelibdilar. Ona so'zlari, ona guzashtalari, ona fe'liyallarini yodga olib, bu ro'zi mas'ud uchun qo'shiqlar tuzatimman. Bu qo'shiqlarni men sizlarni xizmatlaringizga eshittiraman. Xudo qilsin, meni qo'shiqlarimdan ranj yetmay xush bo'linglar. Ona ro'zi avjibibi kel bakan. Munga qarab firishtalar yen bakan. Firishtalar duo bering onamga, yoshi ketib orom bo'lib qol bakan. Ona ro'zi onalarni so'ygilib, duo olib, qo'shiq aytib, kuldirib, ona uchun qasr solsang kamakan, mushk ambar ayoqday ko'ydirib. Ona ro'zi mehrizdan mastonaman. O'yna boqib hamaga dastonaman. Xudo jonim ona ro'zi uzoq qil, yerga yurib aynalib bo'stonaman. Ona jonim muntara avlod onasi. Yuzdan o'tar maymana degonasi. Ona ro'zi tanho yakka yotilgan, jinam yo'qdi siz ko'rsangiz soyasi. Onajon yaxshi degan, yo'qonga jinam yo'q, ajindam yo'q, ala qo'qiram yo'q, ala bujiram yo'q. Bachchalikka, kichkinalikka mayda bachchalarni ko'p qo'rqitdilar degan. Jinda uchun bu joqqa yo'qdi. Xotinlariki 80, 90, 100 ga kirsalar, semizlarga qarisalar kirta yuzlari chumlik bo'lib, agar jinga o'xshasa boshqa jin yo'qdi bu joqqa degan. Kofil edi ona bizdan men uzoq. Toqat qildim bag'rim edi dog'. Ona so'zi eslarimga olganga, xush bo'ledim iraylarim bog'. Bir rivoyam sizlarga ki onalaringiz bor, shukr durud eshitaman. Ularga ki onalari yo'q, durud mag'firat o'qiyman. Bir rivoyam sizlar uchun ki onalari yo'q, ularga aytaman. Ona yo'qlar nafl o'qing bo'ladi. Bir duoga oxiratdan ko'radi. Umr o'tar karvon oldin keyin, to'pon bo'lsa tosh to'rpoq turadi.
Onajon men Maymanaga ketdim. Bu Qirg'iz Afg'onistonga yo'g'dim. 50 yil Maymanaga Issiqqa borganim yo'q edi. Avvalim boradi 50 necha oydan nari men dashka suponisiga yotdim. Yotdim, Chalqayramon bo'lib uzalib yotdim, storalarni ko'rdim. Katta stora hech fikr qilmaydim-ku. Men qirgaman. Japonning storalariga nisbati ob-havo kichik ko'riladi. O'sha storalarga qarabam, o'sha xotiramni, Issiqda xotirasini bir qo'shig'im bor. Oyga qarab Mo'ma deb uznalib, oyga qarab oy Mo'ma deb uznalib, Chalqayramon sallam ketdi chubalib. Sen bo'lmasang kimdi men ona qilay? Oy Mo'mani mamajon deb qubanib, oyga qarab oy Mo'ma deb uznalib, oyga qarab oy Mo'ma deb uzanib, Chalqayramon sallam ketdi chubalib. Sen bo'lmasa kimdi men ona qilay? Oy Mo'mani mamajon deb quvanib. Bordim o'sha usti boshlaringizda hammasini ko'rsatilib, menki 50-60 yildan beri ko'rganim yo'q edi. Ochib ko'rdim. Hamma kanalingizda ko'rdim, usti boshlaringizni to'xtatib ekan. O'sha shari qizingizni oldiga ekan, oftob ber ekan har yilga u. Ko'rbakan sara o'shangan bir qo'shiq aytibman. Ikki ko'zim qanog'izga qolbakan. Oftob urib kirtay rangi olbakan. Atlas chiqdi, qanog'izlar yig'ildi, lapillatib viraylarga solbakan. Hamma aytadi degan. Sizda agar kampir deydilar, kampir bo'libsizda, Afg'onistonga kampirdi. Men ham chol deydilar. Ne men o'zimga tam beraman, ne sizga, ne sizda bir odam kampir aysin, ne meni chol desin, shunda ilayimga qolgandi. Chol deb aytib, sizda bir meni aksimda ko'rsatay sizga. So bu diga cholda aksida. Japonga kelgan vaqtdan aks. Bu cholda aksida. Bu ham onajonim kelganlariga. Japonga kelganlarining aksi. Dunyo o'tar ekan-da shu raqam. Bu Afg'onistondan ketgan. Achchiq kelar sani kampir desalar. Qadimkini bo'lsa esga olsalar. Sani kampir meni choldib aykanlar, yo'q bo'lmasa meni kirib ko'rsalar. Achchiq kelar sani kampir desalar, qadimkini bo'lsa esga olsalar. Sani kampir meni choldib aykanlar, yo'q bo'lmasa meni kelib ko'rsalar. Bir xotiraki xo'p degan bu takriban 60 yil yo'q bo'ladi-da bu xotira. 60 yildan o'tibdi, 61, 62 yil, men 5-6 yoshar edim. Siz pillab tutdingiz, sarandoz qildingiz, oq masjidga eltib, dugonalaringizni joyiga to'qib keldingiz. Shu sarandozga boshingizga taylib edingiz. Bibibiz, Oyjon bibi biz achchiqlari keldi, aytdi, nima uchun seni sarandozing ko'tadi u.
araqchining munda zardordi. Kavsham olib edi qurs payzori nima uchun mundoq deb ustiboshlaringizgacha intiqod olib edi. O'sha yodimga edi 60 yildan nari o'shanga bir sizga bir qo'shiq tuzatimman. Ona biz aytadi. Qara keling sarandozing ko'tadi. Araqchinga aysam kavning botadi. Qurs payzoring jaraq qillab ko'rilar,